3D mahsulotimizni sariqqa mokriy, asnovasi mokriy, kirpich sari rangida quyilyapti. Xudo bu ham trendda bo'ladi bu ranglarimiz ham. Sokol qismiga Shanghai, korishniy qora aralashgan asnovasi seriya bo'ladi. Va hozirgi kunda eng talab yuqori bo'layotgan mahsulotlarimizdan biri paltarashka. Ushbu mahsulotimiz ham 2 xil, 3 xil rangda quyilyapti. Dubay, bu mahsulotimiz nomi Dubay. Yuzasi mana shunaqa bidir-bidir tosh bo'ladi. Sariqqa, korishniy, oqqa qora ranglari ham quyilyapti. Sariqqa mokriy rangi hozirgi ushlab turgan rangi. Va o'zimizda trenddan tushmaydigan облицовочный kirpich ko'rinishidagi lazerli oqqa qora mahsulotimiz. Bundan oldingi videolarda aytib o'tganimizdek G'azalkent tumani Chorbog' dam olish zonasiga chiqarganmiz. 20-40 sokollarimiz bor. Dakota 63 qora seriya ranglari bilan kombinatsiya bo'lib ketgan va Indigo mahsulotimiz. Ushbu toshimiz Rossiya Federatsiyasida birinchi ishlab chiqarilgan va qoliplarni ham, plitkalarni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik, xudo xolasa. Hozirgi kunda 2 xil rangda chiqyapti ushbu mahsulotimiz. Mana paltarashkani oqqa seriya rangi oq, asnovasi seriya rangi bo'ladi. Sokol qismiga oddiy облицовочный kirpichni beradigan qora mokriy rangidagi mahsulotimiz. Kimga ushbu fasadni sokolni plitkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.